Hammamizga ma'lumki, yaqingacha murakkab tug'ma yurakli bemorlarimiz davo ilinjida chet elga, Hindiston, Rossiya va boshqa davlatlarga chiqishga majbur bo'lishardi. Bugungi kunda yurtimizda bolalar kardiologik jarrohligi rivoji tufayli deyarli barcha turdagi tug'ma yurak nuqsonlarini davosi O'zbekistonda amalga oshirishga qodirmiz. Lekin yurtimizda bemorlarning katta bir qismi moliyaviy qiyinchiliklar tufayli shu jarrohlikka o'z vaqtida amalga oshirishga to'sqinlik qiladi va bizga ko'pincha asoratlangan holatda, operatsiya qilish muddati o'tib ketgan, operatsiya qilib bo'lmaydigan holatda olib kelishadi va unda bizga hech qanaqa yordam bera olmay qolishga sababchi bo'lib qoladi. Va mana shunday bemorlarimiz uchun bugungi kunda Klik va Ijtimoiy himoya agentligi birgalikda Inson uchun loyihasi yo'lga qo'yilgan. Ushbu loyiha o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish uchun moliyaviy yordam ajratib kelmoqda va bu orqali hozirgi kungacha yuzlab bemorlarimizga davolashib, shu sog'lom bolalar qatorida yugurib, o'ynab yurishlariga erishdik.